qovurib berib turdilar, men esa maza qilib yedim. Endi pishib chiqqan issiqqina go'shtni tuzga botirib yeyish mazada. 2 oydan beri mol go'shti yeyolmaganimga Kariz qaynonam rosa g'alati bo'ptilar. Kariz qaynonamni tug'ilgan kuniga deb yaqin o'rtoqlari go'sht sovg'a qilgan ekan. Shu go'shtni hammasini senga qovurib beraman deb aytdilar. 2 oydan beri go'sht yeolmayotganing uchun ko'nglim rosa achidi. Mana shu go'shtlarni hammasini o'zingga ye deb qovurib beryaptilar. Nimagadir go'shtdan ko'nglim qolib ketib, umuman go'sht yeolmayotgandim, lekin bugun Kariz qaynonam juda ham mazali qilib qovurib berganlari uchun har xil salat barglariga qo'shib maza qilib yeb oldim. O'zimni qaranglar, go'sht ko'rmagan qizga o'xshayman, tavba. Rostdan ham anchadan beri umuman go'sht yemadim, faqat baliq yeb keldim. To'g'risi, bunaqa stilda ovqatlanishni faqat koreyslarda ko'rganman. Issiq pishib chiqqan go'shtni ham maza qilib yeb olishadi. Bunaqa issiq narsani qanoq qilib yeyisharkin deb rosa qiziqqan edim, lekin hozir ba'ziga koreyslarga qaraganda men juda ham zo'r yeyman. Xullas, qaynonam tug'ilgan kunlariga olgan go'shtni men maza qilib paqqos tushirdim. Eng qizig'i, go'sht bilan birgalikda kimchini ham qovursa juda ham mazali ketar ekan. Bu go'shtning narxi o'zbek so'mida 478 ming so'm turar ekan. Kariz qaynonam o'ng qo'lini ham chap qo'lini ham juda ham zo'r ishlatadilar, qoyil qolib ketaman. Shunaqa qilib plitani yarmida go'sht, yarmida esa kimchini qovurib maza qilib yedik. Men o'g'limni qornini to'ydirdim, qaynonam esa meni qornimni to'ydirdilar. O'zlari esa oxirida kimchi bilan guruchni